Do'stlar, sizlar bilan men Houseplay nega video chiqmayapti? Shuni sababini aytaman. Nimaga? Chunki qaror qildim. Men YouTubedan ketaman. Hech kim obuna bo'lmayapti. Hech kim obuna bo'lmayapti va hech kimga qizig'im qolmadi. 50 ta bo'laylik desam, 1 oy bo'ldimi, 2 oy bo'ldimi YouTube kanal ochganimga. Qancha oy bo'lsa ham. Deysizmi, xohlovdinglarmi? Men hech qachon YouTubedan ketmayman. 1 million bo'lsa ketaman. Endi sababini aytaman, chunki maktab bor. Ikkinchisi men nimaga? Ikkinchisi men bo'lsa 8 yo 9 larda video chiqarmaysiz desanglar, chunki ertalab sovuq bo'lyapti. Chunki soat 12da 1larda uxlayapman. Sabablar bor, lekin ayta olmayman. 12-1larda uxlaganim uchun ham soat 8-9larda turyapman. Keyin 10:30da meni krujoglarim bor. 12da maktab. Kelganingizda-chi video chiqarmaysizmi desanglar, kelganimda uni sabablari bor, aytolmayman, uzr. Unda hammaga xayr, sizlar bilan Houseplay. Ertaga aniq video chiqadi.